Chiroyli, formada emasligini Birinchi raund masofadan ishlaydi. Abdumalik tezlikka tayangan holda oyoqlarida yaxshi harakat qiladi. Bilamiz uning jang uslubini. Sevlut esa asosiy urg'uni yaqin va o'rta masofadagi zarbalarga beradi. Juda yaxshi hozir Abdumalikning chap qo'l zarbasi o'tdi. Mana shu uslubga kirishib ketish kerak emas. Ya'ni bog'lashga urinadi Shumkov. Yaxshi Abdumalik. Ildamroq harakat qilyapti. Chap qo'l yon zarbasi bilan kutib olmoqda. Klinchlardan ehtiyot bo'lish kerak. Vaznni tashlashga harakat qiladi. Charchatishga urinadi. Oldingi qo'l bilan ishlayapti Abdumalik, o'ng qo'lini qo'shdi. Salmoniq. Yaxshi jab. Yo'q, barcha Shumkovning zarbalari havoga ketdi. Yana yaxshi kutib olyapti Abdumalik. Raqibini mana bu yerda o'ng qo'lda yondan zarba. Yaxshi ulgurmayapti. Sevalat. Abdumalik yana masofani ushlayapti. Ring bo'ylab yaqinlashayotgan raqibga zarba. Oldinga tashlanyapti ikkilik zarba bilan. Boshni ancha pastga egish orqali vaziyatdan qutulib qolyapti rossiyalik bokschi. Yaxshi, ikkilik zarba, o'tdi to'g'ridan o'ng qo'l zarbasi. Abdumalik javob berdi, to'xtab qolmaymiz. Yaxshi. Yana chapdan zarba. Ehtiyot bo'lish kerak. Chap qo'lda tana qismiga zarba yo'lladi Abdumalik. Yaxshi, ajoyib raund. Abdumalik ijrosida. Seconds out. Birinchi raund barcha hakamlar Abdumalik foydasiga qaror chiqarishdi. Ikkinchi raund. Endi eshitdingiz. To'lqin Qilichovning ko'rsatmalarini. Yaxshi tana harakati yordamida raqib hujumlariga chap beryapti Abdumalik. Yaxshi! Qanday ajoyib zarba.
o'zi asosiy quroli ham shu. Abdumalik kutilmaganda ikkilik zarbalar bilan raqiblarni qiyin ahvolga soladi. Bu yerda ham faqat ehtiyot bo'lish kerak. Shumkovning huklaridan u masofani qisqartiryapti-da va yon zarba bilan kirib boryapti. Yaxshi, yana ilgariroq kutib olyapti. Raqibdan ko'ra tezroq harakat qilyapti Abdumalik. Mana bu yerda tanasi harakati yordamida masofani uzoqlashtirib raqib hujumidan chiqib ketmoqda va bu ishni zarba bilan bajardi. Eng muhimi mana shu bog'laydigan jangga kirishish toliqtiradi. Yaxshi chap qo'lda, bosh qismga, o'ng qo'lda tana qismga javob beramiz. Abdumalik bitta joyda qolib ketdi. Oyoqlarini qo'shsa yaxshiroq bo'larmidi? Endi Abdumalik ham o'ta tajribali, Olimpiada chempioni, yaxshi biladi o'zi qanday harakat qilish kerakligini. Voy chiroyli. Qarang, ushlolmaganidan Sevlet Shumkov taqiqlangan zarbani ham qo'llashga harakat qilib ko'rdi. Tepadan pastga mushni yonbosh qilib urilmaydi-da boksda. Bunaqa zarba yo'q. Va jahli chiqib ketyapti Abdumalikning mana bu harakatlarida unga aniq zarba bera olmaganidan. Ishlaymiz. Abdumalik juda yaxshi. Yaxshi. O'zi bu vazn Mirazbek Mirzahalilov ishtirok etadigan vazn, 60 kilogramgacha va Shumkov undan 10 raundlik jang o'tkazgan. Mirzahalovga qarshi. Yo'q, ehtiyot bo'lamiz. Abdumalik berilib ketdi. Ring chetida qolib ketish kerak emas. Hammasi yaxshi ketyapti. Faqatgina mana bunday hujumlarni yo'qqa chiqarsa, ya'ni imkon bermasa. Bor ehtimol bilan Denis Lebedev Abdumalikning xatti-harakatlariga olqishlar, qarsaklar chalyapti. The race to become absolute world champion is on. Takroriy lavha. Uning chap qo'lda, bosh qismiga, o'ng qo'lda tana qismiga. Mana bu oxiridagi hujum sal yoqimsiz bo'ldi. Seconds out. Third and final round. So'nggi raund. Oyoqda ishlash bo'yicha ko'rsatma berildi. Endi so'ralayotgan edi o'zi. Yaxshi, Abdumalik kutib oldi hozir. Ikkita aniq zarba yo'llay oldi. Yana bitta o'ng qo'lda tayyorlamasdan borish kerak emas. Yaxshi. Bitta joyda qolib ketyapti. Halokov. Yaxshi. Wow. Darhol javob o'tkazib yubor javob zarbasini. Mana bu yerda endi zarbalar yo'llayapti. Jonlandi Shumkov.
Toshda zarbasi aniq o'tganidan keyin oldinga boryapti. Yaxshi. 1 daqiqadan sal ko'proq vaqt bor. Mana shu qolgan vaqt davomida nechta aniq zarbalar yo'llash kerak. Yana ring chetida qolib ketyapti Abdumalik. Yaxshi, yon zarba chapdan. Referi. Aylanamiz. To'g'ridan borganida tutib oldi Shumkov. So'nggi soniyalar faollashdi. Ikkalasi ham oxirgi zarbalar bilan juda yaxshi ishladi. Abdumalik bo'ldi, jang tugadi. Birinchi raundda zo'r ishladi Abdumalik. Ladies and gentlemen, Jang your guest avvalida presenter for this contest is Jan Gomez, IBA director. Chalindi. Chiroyli jang o'tkazgan, formada emasligingni sezdirma degan fikr yangrab o'tgandek. Men buni ta'kidlamoqchi emasman. Shunchaki sportchilarda bilasiz, formaning pik nuqtasiga chiqadigan, yuqori cho'qqisiga chiqadigan payti bo'ladi, tushish payti bo'ladi. Agar shunday bo'lsa ham, Abdumalik mana shu Ladies and gentlemen, cho'qqidagi formasida bo'lmasa ham your winner and now IBA world champion via split decision ayr qaror. In the blue Ko'k burchakdagi bokschining qo'li baland ko'tarilyapti. Vsevolod Shumkov, qarang qanday hakamlar baho qo'yishgan. 3-2 bu yerda. And congratulations to silver medalist from Uzbekistan, Abdumalik Kalukov. Kumush medali Abdumalik Halokovda va 150 ming AQSh dollari miqdoridagi pul. And now, ladies and Birinchi gentlemen, once again a raunddagi big congratulations to your gold medalist in the blue corner Ikkinchi representing raundlarda Russia, Vsevolod o'z jangini topib oldi. Shumkov. Vsevolod Shumkov rossiyalik bokschilarning birinchisi g'alaba qozongani. And now, ladies and gentlemen, please be outstanding if able to respect the national anthem of